Karvan. Abdori İlyar Ataman. Birinci kısım. Çöl elmasaqdan beri nahayeti bir sirliq makam bo'lib kelgan. Çöldə hər vaqt odamning ishongisi kelmaydigan ishlar yuz berib turdi. Qonliq janglar, ajoyib qismatlarning hammani u o'z bag'riga ko'mib tashlaydi. Tönügün qonliq jang bo'lgan yerga bugun kelsang hech nimani topolmaysan. Çölning ajoyib g'aroyib sirlarini faqat çölde yaşıgallarla biladi. Yettinci ayının tomuz issiqida Iroqdan bir karvan tövgüllerinin koldurmalarını sayratganicha yolg'iz to'g'roqdagi bu o'tanga qarab kelyapti. Yaşanğan bu ay bilan momay ikkalan Iroqdan bu karvonni ko'rib darhol tayyorlik qilishga boshladi. Voy buvay, darhol o'tin tayyorlasizlar. Mehmon kelyapti. Ma'qul. Senmi chayingni tayyor qil, ha? Sizlarchi o'tinni akrab bo'lib, o'gizidagi o'rinlarni ratlab qo'ysizlar. Ularning soni ko'pda qiladi. Uyga patmag'ini o'gizida yozsin. Bildim. Desem demesem Sadirning karvonlari bu. Shundoq. Bu ay karvonlarning ko'ldirmasidan chiqqan ovozdan qaysisining qaysi yurtning karvoni ekanligini bilib olaydi. Bu bir jup qadinaslar Zordun buvay bilan Oyxon ona edi. Ular kundalik odati bo'yicha kelgan karvonlarga choy tamoqlarni tayyorlash bilan oldirash bo'lib ketdi. Kechki shafaq zaminni qizartganda sap-seriq to'g'roq ostidagi tomlari loyda suvolgan pakar 3 ig'izliq uyning oldiga 10 necha to'gi kelib to'xtadi. Bu to'g'roq choyxonasi bo'lib, choyxona oldida to'ga va ot eshaklarni bog'laydigan to'riklar tayyor edi. Buni Zordun buvay yosh vaqtlarda tiklab qo'ygan edi. Bu yog'och to'riklarga yillardan beri necha minglagan uloqlar bog'langan bo'lib, orqonning surkilishidan uning qo'ziqlari tushib, sip-siliq bo'lib ketgan edi. Kaslar Sadirjon ukam, kaslar. Tesh aman kelib oldinglarmi? Aman esa mo'shak ulashdiq Zordunka. O'zingiz cho'qanaroq. Turyapsiz. Yaxshi. Qani, qo'lni yuvib ichi kiringlar, ha? Qani. Bu Sadir degan odam 40 yoshlar chomisidagi o'ttir bo'y, ko'zlari ishkiri kirgan bug'doy o'ng kishi bo'lib, uning sirtqi qiyofati kishiga yaxshi ta'sir beradi. Mehmonlar o'ttirdagi eng cho'ng uyga kirdi. Bu uy o'ttirdi bo'lib, mehmon kutish uyi edi. Gerçi sal pakar bo'lsa-mu, ammo ichi ravrus kangri bo'lib, uyga kirgandan keyin o'ng tarafdagi tomda xotirasiga kiyim osadigan yog'och qo'ziqlar qiqilgan edi. O'dilda bo'lsa bir ishkap qo'yilgan bo'lib, bu ishkap ustida 10 necha ko'zda har yurtlarning choylari qo'yilgan edi. Uning so'l tarafiga supi chiqarilgan bo'lib, supiga chiroyli nafis gul besilgan kigizlar selingan edi. Supining to'rida qaysi yurtning ekanligini bilgili bo'lmaydigan, rangi o'ngib ketgan bir poch gilam esilgan edi. Mehmonlar kigiz ustida o'ltirib joylashib olgandan keyin buvay dasturxon silib choy akirdi. Mehmonlar choy ichgach parangga tushishdi. Parang o'tirsida karvon beshi buvaydan so'radi. Zordunka Qadirjon ko'rinmaydi-ku. Qadir o'tin kaslab kelay deb chiqib ketgan. Kashroq qaytib kelamiki? Qadirjonmi ish o'qidigan bola bo'ldi, ha? Sizning put qo'lingizmi xeli aram tepib qoldi.
Shu emasmi? Anim bo'lsa shu bola bo'lib qopti ekan. Bo'lmasa Ayxon ikkimiz bu cho'lda g'eribsinib o'lib qolsaqmi, hech kim bilmaydi-da. Hay, undaq demisizlar Zordunka. Sizlarni yo'qlab turadigan bizda karvonlar ko'p-ku. Sizlarni g'arib sundirmaymiz. O'g'o shu. Ayni chaqda Qadirjonni tepib olishingizmi, sizlarning taqdiringizga putilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa sizlardek farzandga zor bo'layotgan odamga uch qaytdimi? Balkim shundaqdir. Lekin o'ltirsam qopsam, mushu balning ishini deb, beshimning ichimi, teshimi qotidi-da. Oy, nimaga shuncha bosh qotirsiz Zordunka? Sizmi bilasiz? Bu cho'l degan ajoyib g'aroyibotlarga to'lgan bir makon. Ba'zida odamni hayron qoldiradigan xo'shalliklar kutib olsa, ba'zida yurak poringizni ezadigan ishlar bo'ladi. Sirliqligidan cheksiz ketgan qumliqni ketib etib, yap-yeshil bir o'rmonlarga, hayvat o'rdalarga uchrab qolasiz. Shu. Dalingiz bo'lsa, shu yerlardan o'lmasingizmi, uning birisi bo'lib chiqsiz. To'g'ri deysiz. Bizning Mav Qadirjon mushu sirliq makonga oshiq desalar, men to'sib turmaydigan bo'lsam, mushu cho'llarda heliqi bir zamondagi jahon kazi supurgidek oylinib yurgisi bor. O jahon kazda emas, safarga bakrak o'qishisi kerak. Chunki uning taqdiri shu safarnikiga o'xshaydi. Sizlarmi shu zamondagi bola yuzi ko'rmagan qadrdonlarga o'xshaysizlar emasmi? Menmi shunun gayran? Ayni chaqdagi ishlar yana qaytlangandek, bu Zordunkamg'imi bu bola cho'lda chiqqanini ko'rmamsizlar. Shu. Biroq menda bu bolning boshqa tinchiligi bak beg'ir. Yosh emasmi? Yosh bolalarning qini qizib turdi. Orzu umidga boy keladi. Ammo mening bu bir talla avlodimdan ayrilib qolg'im yo'q desalar, uningga cho'lda bir ish bo'lib qolmag'iydi deb, uni o'zimizga yaqin so'pichiga o'tinga avataman. Yosh bolalarning erkinligini uncha bak bo'g'vanma. Qo'rqincha qo'yib qolmasin. Yana bir tarafdan bu balning beshini o'ngshab qo'ydigan vaqtma kelib qoldi. Ammo bizdek bundoq cho'lning o'tirsida yashaydigan xalqqa kimmi qizini bera? Shumi mening boshqa tinchligim emasmi? Zordunka. Qadri o'zi kelishgan pastlik cho'ng bo'ldi. Uni ko'rgan qizlarning yuragiga o't tushmay qolmaydi deyman, Balkim shu bir tal o'g'limning peshonasiga yezilgan bir qiz bordi. Ular u yerdan bu yerdan paranglashqucha tamoqma tayyor bo'lib qolgan edi. Ayxon ana yo'g'on yog'och tanada o'qish to'p narin ko'tarib kirdi. Zordun buvay kelib tanini uning qo'lidan elib mehmonlarning oldiga qo'ydi. Mehmonlar toza tarlab o'ltirib sho'rpa bilan narinni mazza qilib yeb-olgandan keyin bo'shanib o'ltirishdi. Qorong'u tushib, al yotar chog'da so'p cho'li tarafdan bir yosh yigit eshakning ustiga o'tin besib kelib o'tadi. Uning eg'izidan chiqayotgan mo'liq naqsha kecha jimjitligida har tarafga tarab o'tadi. Yiroqdan o'g'lining naqsha ovozini anglagan Zordun buvay o'rnidan turib, uyning orqasiga o'tib, ovoz kelgan tarafga qarab turadi. Bu chaqda sirtqa hojatga chiqqan Sodir karvon buvayning yiroqqa qarab turganligini ko'rib, uningga gap qildi. Oy, Qadirjon aytgan naqshimi bu? Shundoq. Bugun uning kayfiyati nachardaq qiladi. Aytgan naqshisidan qaraganda u jo'riz davatganda qilamdi nima, Menmo shuni his qilg'ili xeyli bo'ldi, ukam. Qani, o bir kasun. Ondan uning bilan obdan bir paranglashib boqaman. Bo'lsa bir shundoq qiling, ukam. Bu bolaning bosh og'riqini men bir bilay. Ma'qul. Sodir shu paranglardan keyin uyga kirib ketdi. Ancha uzun o'tmay Qadirmi yetib keldi. O eshik oldidagi to'gilarni ko'rib, xo'shliqidan qin-qiniga patmay ketdi. Voy. Hop.
Oo. Voy. Sadirkamla keldimi nima dada? Ha, kashqo'ron kelgan. Bayroqda tamoq yeb bo'lib, endi aram elyotidi. Qadri boyning gapining oxirini anglamasdan uyga yugurdi. U eshikdan kiribla Sodir bilan ko'ni tonishlardek quchoqlashib ko'rishib ketdi. Oy, ha, kela Qadirjon, kela. Ha, jafo tatding inim. Oy, 1 yil ko'msam, bo'ying xeyli o'sib qoldim nima, ha? Sizlarni ko'rib, tatgan jafolarimni unutib qoldim, Sadirka. Ha, kela. Avval tamoqingni yeb ol. Ondan sana bu qitim safarda yo'liqqan ishlarni so'zlab beraman. Bo'ldi. Tamoq yemisanmi bo'ladi, Sadirka. Qani dana. Qaysi yerlarga berib keldingiz? Cho'lda qanday sirliq ishlarga yo'liqdingiz? Bir anglay. Qadri shundoq deb, xuddi babkarning mo'kisidek badashqan qurib Sodirning ig'ziga qarabla o'ltirgan edi. Uning bu holatini ko'rgan boshqalar paraqqa kulishib ketdi. Qadri o'zining bu qiliqidan xijil bo'lib, qo'lqig'icha qizirib ketgan edi. U oxir bo'lmay tamoq yeb kirishni bahona qilib chiqib ketdi. U Oyxon onaning yeniga chiqib tamoq yeb olgandan keyin yana shu karvonlar joylashgan uyga kirdi. Bu chaqda ularning 20 dugida qiysiyib uyquga ketgan edi. Ammo Sodir bilan Zo'rdun buvay ikkisi tuvan ovozda go'ng'ir-mo'ng'ir paranglashib o'ltiradi. Qadri balam, mehmonlarmi charchidi. Bugun aramasin. At paranglashinglar, ha? Voy. Ha, ma'qul. Qadirjon ukam, ikkimiz o'g'izda yotaylik bo'lmasa, kecha qong'uchi bir paranglashib chiqamiz. Rasman Sadirka? Ma'qul. Shuna qilaylik. Yura. Shura. Astroq chiqa, avayla. Qani dana Sadirka. Bu qitim qanday ishlarga yo'liqdingiz? Biz bu qitim ismini bilmaydigan bir shaharga bordik degina. Bu shaharni burun zodi uchirtib boqmagan ekanmiz. Bu shahar qumliqning bir chetida bo'lib, biz yiroqdan shahar qo'qini ko'rib, hayronlik qoldik. Shuncha yildan beri bu qumliqni kezib yurib, bundoq bir shaharni azaldan ko'rib boqmabdi ekanman. Biz shahar qo'qidan kirib, shahar ko'chalarini ko'rib, hayronlik qoldik. U ko'chalarni ko'rsang, pokizligidan oyog'ing bilan dassashdan mohiya qilsan. Biz xuddi yuzimizga dassab mangandek minib, uning buningdan shaharning ilm setim bozorini tasdi tepib keldik. Bu bozorda vaqo. To'qining ustidan boshqa hamma narsani topqili bo'ladi ekan. Untekin studiyasi. Biz bozorga kirishimizga, ular bizning yoq yurtdan kelganligimizni bilib, hammasi atrofimizga o'xlashdi. Voy, mundaqda. Hay, karvon. Nima keldi? Ipakroq bilan xotanning gilamlari va ozroq tevitmi bor. Boshqa nimangni qo'y. Men tweetingni olay. Qanchalik bo'lsa, hammani menga ber. Shundoq qilib, biz uningga tweetlarni ishga foydasiga setib, uyga olib bordik. Bizdan tweet olgan bu kishining kiyinishida boyliq chiqib turdi. Biz uning uyiga borganda ko'z oldimizdagi imoratni ko'rib, hayronlikdan turib qoldik emasmi? Bu imoratning kattaligi nima dey? Xuddi cho'chaklardek vaqo. Shoh ordisi degana. Shoh ordisin bakaqasin. Biz qo'roning ichiga kirib, boyning yo'l boshlashi bilan orqa o'ylis tarafga o'tdik.
boyning tivit bosadigan iskeletining kattligini demayli qo'yay. Biz bundaq karvon ayda bir umr ishlasakmi qara. Uning shu iskeletchilik uyga ega bo'lolmaymiz. Ras, biz tivitlarni tushirib etib, endi chiqib ketayli deb tursak, boy bizni choy ichibmanglar deb zo'rlab turib oldi. Shuni bilan biz ham aqol deb shu boyning yasidoq esil uyga kirdik. Uyning ichi sirtidan chiroyli ekan. Bir chaqda oldimizga bir ayol keldi. Ammo ayolning satlikini bir ko'rsang qor besib qoladi ukam. Voy mehnatlikini demayli qo'yay. Voy qo'llari to'ng'irdan qordab ketgan ayolkan u. Biz choyni zo'rlab ichayotgan vaqtimizda nima sababdankin boy ash ayol bilan so'qishib qoldi. Biz ularni mana to'xta, ana to'xta deb xeyli o'ltirib baqsaqmi to'xtimi dedigina. Bir chaqda Shikirko'ydan devidek samirgan bir bola chiqib, boy bilan ayolni toza mushlab savaşqa boshladi. Biz endi bu nima karomat deb qarab tursak, u porkotek eg'izni yo'g'on ichibla, eliqi boyning bishini bir tishlab o'zib oldi. U bu ishni ko'rib, yuragimiz og'zimizga kaplashib qoldi. Texi boyning bishi o'zilganini o'z ko'zimiz bilan ko'rgan to'q. Bu yurak so'qishimiz asliga kelmay turib, boyning bishi unib chiqyapmanda. Ishtonga chiqirib yetayli dedik. Shunda tursak, boy achchiqdan yerilgudek bo'lib biz tarafga qarab kelyapti. Qo'rqinchimizda bizni bir ish qilib qo'ymasin deb talag'ili o'zimizni otdik. Shuni bilan teshig'i chiqibla badar tikivatdik. Dastlab ko'zimizga o'rdida ko'ringan imoratlar endi ko'zimizga zindondek ko'rindi degana. Shunday qilib biz heliqi bozorga yana bordik. Bozorga qaytib kirganimizni ko'rgan bir kambag'al dehqon oldimizga keldi. Armay keldinglarmi? Qayoqdan kelishinglar? Yiroq aldin kelishimiz. Xo'sh aka, sizga nima lozim ekan? Degan bozordagilarni anglasam, yangi kelgan bir karvon to'pi gilam ip kepti degan. Sizlar shumi? Shundoq aka, biz shu. Sizga gilam lozimmi? Menga gilam lozimdi. 2 kundan keyin cho'ng o'g'limning to'yi bo'ladi. Asli qoida bo'yicha uning hujursiga qizil gilam ip berishim kerakdi. Ammo biz kambag'al xalq gilamni nerdan topamiz? Topsaqmi, og'dek pulimiz nerda turibdi deysiz uka? Karvon nomli cho'ng tipdagi tashvishga asar Ataman saloni va Dilqus salonining qo'llashi